Ko'pchilik so'rashdi, nimaga apparat taqolgansiz deb. Bu apparat CGM monitor hisoblanadi, ya'ni qondagi qandni har minutda sizga ko'rsatib turadi. Telefoningizda qondagi qandni nechiligi ko'rinib turadi va u 14 kunga taqiladi, 28 kunligi ham mavjud. Bu apparatlarning har xil turi bor. Aynan bittasini olish shart emas, lekin xudo xolisa bu rivojlanib, hamma qandli diabetli taqish kerak bo'ladi. Nimaga? Qandli diabetli agarda nima ovqatdan keyin qondagi qand oshayotganini bilsa, o'sha ovqatni yemaslikka harakat qiladi. Agar ko'proq yurgandan keyin qondagi qand tushayotganini bilsa, demak ko'proq yurishga harakat qiladi. Uxlab turgandan keyin qondagi qand tushishini bilsa, ko'proq uxlashga. Agar asabi buzilgandan keyin qondagi qand oshib ketayotganini bilsa, asabini buzmaslikka harakat qiladi. Yoki oddiygina yana narsa. Sho'rvadan keyin qondagi qand necha? Qozon qopdan keyin qondagi qand nechiligini bilish mumkin va bu apparatni shifokor nazoratiga ulab qo'ysa bo'ladi. Ya'ni sizni qondagi qandingiz qachon oshayotganini sizni shifokoringiz yoki eringiz, ayolingiz yoki ota-onangiz bilib turishi mumkin. Men o'zim 14 kun davomida qondagi qandni tinimsiz o'lchab turadigan apparatni taqib, o'zim uchun nima xulosalarga keldim. Sog'lom odamman, lekin sog'lom odamda ham qondagi qand ko'tarilishi mumkin ekan. Qondagi qandni ko'tarilishiga sabab kichkinagina shirinlik bo'ldi. Masalan, men hech qachon qonimdagi qand ko'tarilmagan, lekin kichkinagina shirinlikni yeganimdan keyin unda juda ham glyukoza ko'p bo'lgani uchun meni qonimdagi qand ko'tarildi. Bu menga nimani berdi? Bu degani shirinlikka ozi ham qondagi qandni ko'tarib yuborishi va uni iste'mol qilmaganim yaxshiligini men tushundim. Va bir marta qondagi qand tushib ketdi. Bu degani men ovqatni uzoq vaqt yemasam qondagi qand tushib ketishi mumkinligini tushundim va bu paytda boshim qattiq og'rir ekan. Ko'pincha bosh og'rig'ini davleniya bilan yoki holsizlik yoki charchash bilan bog'laymiz, lekin qondagi qand ham bosh og'rig'iga sabab bo'lar ekan va sog'lom odamda ham qondagi qand tushib ketish ehtimoli bor ekan.